Demak, vodorod sulfit mol miqdorda ekan. Vodorod sulfit plus kislorod teng. Hop, mol miqdorda bo'ladigan bo'lsa, oltin gugurt bilan suv chiqadi, suv kondensatlanadi. Demak, shundan vodorod sulfit va kisloroddan 500 ml ekan. Endi mol miqdorida deganlik uchun men 2 o'sin molini bilmaganligim uchun buni x deyiladigan bo'lsa, vodoroddan 2 ta, vodoroddan 2 ta, kisloroddan 1 ta, shuning uchun bega 2 ta, bega 1 taqsim 2, ya'ni 0 bo'ladigan bo'lsa, rakam teng bo'ladi. Demak, bunda 0.5 x bo'ladi. Shunda 275 ml gaz mavjud bo'lsa, mol miqdorda olingan vodorod sulfitdan albatta ortib qoladi. 275 ml. Demak, shunda aytyaptiki, x ga 0.5x qo'ysam 1.5x plus ortib qolgan hajm 275 ml da qo'ysam umumiy hajm deb chiqadi. Demak, shunda topadigan bo'lsam 275 tomonga o'tadi, 1.5x teng 225 x teng, xo'sh, 150 ga. Demak, shundan kislorodda mol ulushini aniqlangan. Demak, kislorodda 0.5 bo'ladigan bo'lsa, 0.5 ko'paytiraman 150 ga. Xo'p, ko'paytiradigan bo'lsam 75 bo'ladigan bo'lsa, endi mol foizi kislorodda mol ulushini toping debdi. Demak, 75 ml da umumiy hajm 500 ga bo'ladigan bo'lsam, foiz 0.15 kelib chiqadi. 0.15 foizga o'tkazish uchun 100 ga ko'paytirsam 15%. Demak, to'g'ri javob Bobur.